Cobalt va Spark chaykalarimiz uchun bitta foydali ma'lumot aytaman. Agar pechkani yoki konditsionerda havosiz slabi bo'lsa, salonni filtrda almashtirganingizdan keyin ham slabi bo'lsa, Cobalt Sparklarda mana bu yerda yana setka bo'ladi. Mana yaqinroq qiling-da, mana. Ko'rasizlar, to'lib qolgan ichi. Mana o'z qo'lim bilan olaman. Mana вообще to'lib qolgan ichi. Ana shu yerda ham to'lib qoladi bularda. Ham narujni bularda setka bo'ladi, keyin ichkarida filtr bo'ladi. Ko'p bilinmaydi bu narsa. Mana bu usti yechib dvordagi plastmas yechilgandan keyin ko'rinadi faqat. Cobalt va Sparklarda, Gentra, Lassetlarda bunaqa setka yo'q. Ulardagi primoy. Bularda дополнительный setka qo'yilgan. Shuning uchun shamoli slab bo'ladigan bu chiroyli qilib o'zi qirib olamiz. Agar plissos bo'lsa, plissos bilan tortib olsangiz ham yaxshiroq. Mana qanday edi. Oho, bunga qarang siz. Yillar davomida musor yig'ilib ketgan, вообще. Chiroyli qilib olamiz hozir. Ma'lumotimiz yoqgan bo'lsa, podpiska bo'libda like bosishdan chiqmasin, salomat bo'ling.